20-asrda ulug' bobokonlarimizga bag'ishlangan juda ko'plab asarlar yozilgan. Ammo har qanday kitobxonni o'ziga jalb qila oladigan buyuk asar bu Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi romanidir. Roman markazida ilm va jaholat, vijdon va vijdonsizlik, xiyonat va sadoqat, diniy mutaassiblik va dunyoviy tafakkur o'rtasidagi ziddiyatlar turadi. Asar davomida Mirzo Ulug'bekni nafaqat ilmga sadoqatli inson, balki mehribon va rahmdil ota, yetuk davlat arbobi, adolatli hukmdor, qolaversa, din va tafakkurni bir-biridan ustun qo'ymaydigan yetuk shaxs sifatida ko'rishimiz mumkin. Asar qahramonlarining har biri o'zida ma'lum bir ramziy ifodani aks ettirib, o'quvchining hissiyotlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, Ali Qushchi mutlaq sadoqatni, Xo'ja Salohiddin Zargar pastkash va faqat o'zini o'ylaydigan shaxsni, Qalandar Qarnoqiy baxt izlagan baxtsizni, Shayx Nizomiddin Xomush mansabparast, xudbin din peshvosini, eng achinarlisi ota qotili bo'lgan Mirzo Abdulatif qo'rqoq obrazini o'zida namoyon qiladi. Asarning eng kulminatsion nuqtasi Mirzo Ulug'bekning ayanchli va halokatli taqdiri, ya'ni mag'lubiyati va o'limidir. Shuningdek, razolatga botgan saltanatning qulashidir. O'quvchi bunda ilm va ma'naviyatni qadrlamaydigan har qanday jamiyat tanazzulga yuz tutishini anglashi va insonning eng muhim xazinasi bu ilm, haqiqat, adolat va ma'naviyat ekanini anglaydi.